Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sog'manmisizlar, charchamayapsizlar? Mana haftaning boshi hozir soat 5:16 minut o'tdi, lekin Amerika fond birjasida hozir esa pre-market, ya'ni bozor ochilishiga примерно 2,5 soatcha vaqt bor, 2 soat 15 minut atrofida. Keling, hozir birgalikda sizlar bilan bu haftaga nimalar kutilyapti, oddiy texnik tahlil bo'yicha bitta ko'rib chiqamiz. Keling, birinchi o'chirda VIX, o'tgan safar VIX ko'rmagan ekanmiz. Mana shu VIX indeksini ko'rib chiqamiz. Bu VIX indeksi aslida nima? Bu VIX indeksi qo'rquv va ochko'zlikni belgisi bo'ladi. Qaysidir ma'noda shu bozorda haddan tashqari ko'p sell opsionlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni put opsionlar bor, keyin call opsionlar bor. Put opsion degani short pozitsiya uchun deb aytiladi, ya'ni narx tushishiga stavka qo'ygan yoki taxmin qilayotgan insonlarni savdosi deydigan bo'lsak, call option bu narx o'sishiga. Endi bu VIX indeksi nima asosda bu ma'lumotlarni oladi deydigan bo'lsak, o'sha call va put opsionlarni belgisi qaysidir ma'noda desak bo'ladi. Endi mana ko'ryapmiz, hozir oxirgi примерно mana 2 oy davomida, 1,5 oy davomida VIX indeksi sal o'sib, xayr qilib ketyapti. Ya'ni lokalniy o'rvinda o'suvchi trendda edi. Shu tabiiyki shu qatoran mana Nasdaq ko'ryapmiz. Mana Nasdaq tushdi, Dow Jones tushyapti-da. Mana Russell 2000 ham sekin qisman bakovoy trendda tushyapti, nakapleniya holatlarida. Endi hozir mana ko'rdik, bu aslida VIX indeksi nima uchun o'sadi? Bozordagi noodatiy holatlar yoki noodatiy yangiliklar yoki hech kim kutmayotgan qo'rquvlarni uyg'otayotgan yangiliklar asosida VIX indeksi o'sib boraveradi. Endi hop, mana ko'ryapmiz, lokalniy o'rvinda bu qisman o'suvchan, lekin sekin tushish belgilarini ko'rsatyapti. Mana ko'ryapmiz. Bunga nisbatan higher high bor, lekin lower high va lower high belgisini ko'rib turibmiz. Endi kelinglar, o'tgan haftadagi bo'lib o'tgan savdolardan kelib chiqqan holda, o'zi o'tgan hafta aytdik, agar Nasdaq indeksi mana shu yerda уже ikkita shamchiroq yashil qilgandan keyin, mana lower low bo'lgandan keyin уже sekin o'sish belgisini ko'rsatish mumkin deb aytdik. Mana hozir juma kuni juda ham yaxshi yopildi bozorlar. Mana ko'ramiz, haftalikda ham yopilishi yomon emas, no bariga ham hali riskovanniy zonadamiz. Riskovanniy, ya'ni mana bu o'rvinni pastga bizib o'tib ketib qolsa, bo'sh buni tagida juda ham katta bo'shliq bor. Endi Dow Jones indeksi, o'tgan safar gaplashdik. Lokalniy o'rvinda o'suvchi trendimiz bor. Shu o'suvchi trend ustida ham savdo hajmi yuqori bo'lgan holda yaxshi yopildi va bitta oldingi shamchiroqni poglashat qildi, yeb ketdi. Endi bu juda ham zo'r belgi. Faqatgina bitta narsa esingizda tursin, fundamental yangiliklar texnik tahlilimizni har doim buzib ketadi. Ya'ni texnik tahlil fundamental yangilikni oldida har doim, ya'ni nima desa bo'ladi, ojiz bo'ladi. Nima uchun? Chunki fundamental yangilik bu to'g'ridan to'g'ri savdogarlarni psixologiyasiga yoki qo'rquv va ochko'zligiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Endi ko'ryapmiz, mana hozir Telegramda ham ko'rishingiz mumkin. Meksikada o'tda har xil urushlar, Eron bilan bo'layotgan munosabatlarda Meksikada mana narkobaronlarga qarshi katta jang qilish boshlashdi, eng katta glavasini o'ldirishdi va bunda boshqochchilikda Amerika turibdi deyildi va xalq, ya'ni o'sha yerga o'sha nima deydi, narkobaronlarni kattalari hozirda katta shaharda переворотlar boshlashdi. Ya'ni har xil mashinalarni, har xil joylarni, binolarni, aeroportlarni yoqib, ya'ni notinchlikni olib kelishyapti. Mana ko'ringlar. Strana хозяйки чемпионат мира по футболу в моменте yonyapti. Ko'rasizlar. Mana shu ahvol u yoqda. Ya'ni tabiiyki bu qo'rquv bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Riskovanniy aktivlar, risk on aktivlarga salbiy ko'rsatkich bu. Chunki riskovanniy aktivlar sal sotish boshlanadi. Qo'rqqandan odamlar pulni tezroq cash qilib olgisi keladi. Chunki bu davomi qanaqa bo'lishini bilmagandan keyin, noaniqlik bo'lgandan keyin bunaqa paytda odamlar ko'proq sotadi. Endi kelinglar, mana Dow Jones Russell'larni ko'ryapmiz. Bular hozircha yaxshi ushab turibdi. Endi agar mana shu yangiliklar salbiylashib ketaversa, tabiiyki bu ushab turgan o'rvinlardan pastga tushib ketishi mumkin. Mana ko'ryapmiz, S&P 500 ham juda ham zo'r juma kuni yaxshi yopilgan, savdo hajmi ham juda ham zo'r, ajoyib tarzda yopildi. Haftalikda ham yomon emas.
bejiz emas desa bo'ladi, bu o'zini maksimumda yengillab tushib ketish. Lekin baribir ham bitta narsa esda qolsin, fundamental o'zgarish. Mana hozir qachonki mana o'z maksimumda yengillasa, shunda aytishimiz mumkin. Bu o'suvchi trendga qaytdi deb. Lekin mana shu 697 ni yengillamas ekan, biz hali buni o'suvchi trend deya olmaymiz. Bu hali ham bokovoy trendda. Endi mana minga nisbatan o'zini minimumni yengilladi. Shu sababdan bu hali sekin qisman bilinar-bilinmas tushuvchi trendga o'tishni boshlayapti lokalniy уровеньda. Chunki bunga nisbatan bu lower low qildi, bunga nisbatan bu lower low qildi. Maksimumga nisbatan bu lower high. Tabiiyki ko'rishimiz mumkin, lokalniy уровеньda tushuvchi накопление bo'lyapti. Xo'p, endi kelinglar, keyingi aktivga o'tamiz. Bu Bitcoin. Bitcoinni ko'radigan bo'lsak, mana kunlikini ko'raylik sizlar bilan. Kunlikda bu Bitcoinimizda mana shu ключевой уровеньlar bor edi. 65689, undan keyingisi mana 65231. Mana shu levellarni ham, mana shu уровеньlarni ham bizib o'tdi. Endi qaranglar, menga juda ham yoqqan narsa, mana guruhimiz bor Telegramda. Komandaga ham yozib yuborgan edim. Tak. Mana Bitcoinda mana agar texnik tahlilga qaraydigan bo'lsa, Bitcoin degan shu volyum juda ham menga yoqyapti. Ya'ni mana ko'rasizlar, juma kuni bo'lib o'tgan kuchli savdo hajmi, ya'ni pul kirib kelgan Bitcoinga. Aktivni sotib olishni boshlashgan. Chunki qaranglar, shuncha sotuvdan keyin narx qaysidir ma'noda bir stabil maqomga kelib qoldi, lekin birdaniga mana minimumga yaqinlashganda покупка pul kirib keldi. Qaranglar, bu juda ham aslida yaxshi belgi. Endi hozir buni tagida tabiiyki likvidность bor. O'sha likvidность yechilyapti. Mana 62427 bu bizda bir ключевой уровень. Shu joyga qaytib kelsa, ya'ni qaytganda ham sotuv hajmi pasayishi kerak. Shu narsaga ahamiyat beringlar. Sotuv hajmi pasayishi kerak. Shu sotuv hajmida yaxshi sekin qaytsa, bu bizga nima desak bo'ladi? Bu darshi o'sishga tayyorlanishi mumkin degan belgi bor. Mana kunlikda ko'ryapmiz. Kuchli oldi sotdilar bo'lgandan keyin mana mamtiga likvidность bugun yetishdi. Endi qarang, bu yerda juda ham zo'r belgi bor. Mana mamtiga hozir likvidность yechildi. Bu yerga likvidность yechildi, zo'r. Agar bugungi kun mana shunaqa tarzda yopilsa va keyingi kun insight berib turib tepaga yurishni boshlasa, bu juda ham zo'r belgi bo'ladi. 74-75 milllarga chiqishga. Ya'ni lokalniy уровеньda baribir ham qisman rost bo'lish ehtimolini kutyapmiz. Endi Ethereumda qanaqa holat? Xuddi shu. Ethereumda ham, ya'ni mavzu bir xil, ko'rasizlar, aktivlar bir xil ko'rinishda ketyapti, bir xil ko'rinishda yuryapti. Mana bu yerda lekin kuchli sotuv bo'lgan ekan, объемlar bo'yicha. Bu yerda naborot kuchli sotib olishlar boshida kirib kelib, keyin sotuv kuchaygan ekan. Xo'p. Yana qaysi aktivlar bo'lishi mumkin? XRP ni ko'rishimiz mumkin. XRP уже qaytyapti. Lokalniy уровеньda bu уровень tepasiga qaytyapti. Bu yoqda уровень bor. Ikkita уровень hosil qildi hozir. 1.34, keyingisi 1.12. Shu уровеньlar bizga sal qisman ko'rsak bo'ladi. Endi tillarni ko'raylik. Tillar biz o'tgan hafta ham analiz qilganimizda juda ham zo'r turgan edi va tillar bilan hozir oilni ko'rib chiqamiz. Juda ham yaxshi turgan edi. Ko'ramiz, tillar risk off metodika bo'yicha yaxshi ketyapti. Ya'ni boshqa aktivlar, ya'ni riski yuqori bo'lgan aktivlar sotuv bo'layotgan paytda riski past bo'lgan aktivda o'sish, ya'ni korrelyatsiya joyiga keldi. O'sha kuni korrelyatsiyasi почти bir xil bo'lib turgan edi. O'shanga bozorda qanaqadir o'zgacha holat, ham nima deydi, aksiyalar tushyapti, ham tillar tushyapti. Bu o'zgacha, ya'ni korrelyatsiyasi to'g'ri emas degani. Bunda qanaqadir noodatiy holat hisoblanadi. Mana qarang, kumushcha juda ham zo'r ketibdi. Mana bu belgilab qo'ygan edik уровеньni. Bunga nisbatan ложный пробитие bor. Reaksiya, покупательlar reaksiyasi bo'lib turib, откат berdi va shu joydan zo'r покупкаga signal berib ketgan. Endi bizda o'tgan safar gaplashganimizda eng kuchli, eng zo'r narsa nimani tahlilimiz bo'yicha o'tgan safar qaraganimizda bizda neft va neft ko'rasizlar. Bu kuchli уровень tepasiga chiqib oldi va o'sha kuchli уровеньning ustida накопление qilib turib, hozir dal rost qilishda tayyorlanyapti va ko'rasizlar, yaqin oradagi bo'lgan barcha maksimumlarni yengilab, hozirda ushlab turibdi. Endi bu dalsh nima uchun o'sishi mumkin desak, bu yerda hozir ko'rasizlar, shu Eron bilan Amerika agar kelishmovchiligi salbiylashib boraversa yoki kuchayib boraversa, tabiiyki nima bo'ladi? Neft narxi yanada o'sib ketadi. Chunki Eron neft bo'yicha eng katta zaxiradorlardan va neft konlari shu Eronda juda ham ko'p.
Tabiiyki o'tdagi korxonalar ishdan to'xtaydi, mashina supply deymiz, supply bilan demand, ya'ni taklif bilan talab deydigan bo'lsak, taklif to'xtagandan keyin talab o'sha qolsa, tabiiyki nima bo'ladi? Narxi, qiymati o'sib ketaveradi. Ya'ni 10 ta dona narsaga narxi hozir deylik $10, endi o'sha narsa hali ham 10 ta odam talab qilyotdi, $10 so'rayotdi. Endi 5 ta dona narsa qoldi deydigan bo'lsak, 10 ta odam bariga ham nima qiladi? $7,5 yoki $8 dan men olaman deb talabni narxi oshib borishadi. Xo'p, endi bu analizimizdan kelib chiqqan holda kelinglar bitta narsani, ya'ni ssenariyni ko'raylik. Hozir bozorlarda qo'rquv bor. Qabul qilishimiz kerak. Dushanba kuni ozgina sotuvlar bo'lib, kunning boshida va sotib olish ehtimolligi bor. Ya'ni agar bu fundamental yengillikka yumshoq qaralsa, agar qattiq qaralsa, sotish davom etadi. Endi qaranglar, mana Mag7larning holatini ko'radigan bo'lsak, Tesla juda ham yaxshi ushab turibdi. Lokalniy o'rinda 417 ni yengilab olsa, sekin o'sish boshlashi mumkin, lekin hozir premarketni ochib qaraylik. Mana ko'ryapmiz, premarketda lokalniy o'rinda lower low, ya'ni tushuvchi, lokalniy tushuvchi trend hosil qilgan. Metamiz juda ham zo'r, menga yoqyapti. Nimaga? Bu o'zidan oldingi lokalniy o'rinda предыдущий maksimdan yengilagan. Hozir mana bugungi sotuvimiz mana hozir mana shu o'rindan yoki mana shu o'rindan pastga tushib ketmasa 634 dan sotsa bo'ladi bemalol. Пожалуйста. Hop, keyingisi Nvidia'ni ko'raylik. Nvidia ham shu holat. O'sishga harakat qilyapti. Endi Nvidia'da ko'ramiz 25-da 2 kundan keyin earnings report bor ekan. Earnings report, o'shanga savdoga kirishdan oldin sal ehtiyotkorlik bo'lishimiz kerak. Endi o'zidan oldingi maksimum yengil olmagan va hozir bugun premarketda o'zi sal tushmay deb turgan ekan. Qani bozor ochilgandan keyin ko'ramiz. Lokalniy o'rinda premarketda o'zining maksimum yengilabdi, lekin kun davomida yengil olarmikan? Juda ham qiziq savol bo'ladi. Apple'ni ko'ryapmiz hozir. Mana Apple'da ham ko'rasizlar, juma kuni juda ham chiroyli yopilgan kunlikda. Bu kunlikdagi yopilgandan keyin biz o'zi aslida qisqa 4 soatli yoki 1 soatli time frame'da swing trade uchun mana shu 261, 259 diapazonlarda bemalol xarid qilsak bo'ladi. Faqatgina sotuv hajmi ancha pasaygan bo'lsa, esda qolsin. Hop, endi Amazonni ko'ramiz. Amazonda ham juda ham zo'r, lokalniy o'rinda o'z maksimumdan yengiladi. Bitta minimum, предыдущий maksimum yengilolmagani uchun bitta ikkita minimum yengilashi mumkin va mana shu diapazonga tushish kerak bo'ladi. 200 lar atrofiga tushsa bemalol xarid qilsak bo'ladi. 195, 192 larga stop qo'ygan holda. Hop. Google ham yaxshi turibdi, ko'ryapmiz. Google'da ham juda ham zo'r holat, o'zidan oldingi maksimumdan yengiladi. Bu yoqdagi qizil maksimum yengiladi. Endi откатdan keyin xarid qilsak bo'ladi. Faqatgina esingizda qolsin, bu xaridlar katta sotuv hajmi bo'lmasa, ya'ni volumga qaraymiz. Volum juda ham ko'payib ketib qolsa, haddan tashqari ko'p sotuvlar bo'lib ketib qolsa, yo'q, tengimiz, uzoqroq turamiz bozorda. Lekin agar kichkina sotuv hajmi bilan qaytsa, atkat bersa, u joyda belgi qidiramiz. Kirish uchun belgi 4 soatli, 1 soatlikda belgi qidiramiz. Microsoft ko'ramiz, bu o'sishga qiynalyapti. Lokalniy o'rinda tushuvchi belgilarni ko'rsatyapti. Bitta menimcha shu hosil qilayotgan nakopleniyga nisbatan bitta ложный пробитие qiladi. Mana 381 bilan 372 atroflari bu juda ham yaxshi zona bo'lar ekan покупка qilishingizga. Xo'p, shu tarzda davom etamiz. Endi kelinglar, hozir qo'shimcha ma'lumot sifatida mana premarketga o'tib olganmiz. Bugungi kundagi bozordagi holatdan kelib chiqib, qaysi necha foiz o'sganlarini ko'ryapmiz. Mana hozir ko'ryapmiz 92%, 78%, lekin savdo hajmlari ancha sust. Dushanba va bozorda juda ham bunaqa ko'p savdo hajmi yo'q. Shu sababdan ehtiyotkorlik bilan shoshmasdan o'zimizni setup kutgan holda savdolarni davom etamiz. Shu tarzda bugungi mana shu videoni ham yakunlaymiz. Bu savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Hamisha sizlar bilan birgalikda mana shunaqa efirlarni yanada ko'paytiramiz. Xudo xolasa, xizmatinglardamiz.